Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylaridagi qarindoshlarım. Ben Abdulaziz Beştovrak. Hazır İstanbul'dan sizlarga özümning uyidan Allohninki cennet salomı bo'lgan. Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salom bilan birlikte 19. tadbiriyay Sin derside sizlar bilan ko'rishib o'tiribmiz, jenim do'stlarim. Aldığımız saatlik derslerimizde biz erkenside akımızdaki kişilik terakkiyat hakkındaki yazmalar degan mono kitabıdan birlikte bir liderde çokum bilishga tegishlik qancha süpet 21 tane süpet varken şu süpetlerini ögünüp kilip 8. kelgen tok. Bugün biz yani bu 3. saatlik liderlik dersimiz bu olsun deyli. 3 degan neyim işege yazıp koysam oluttu kadirli qarindoshlar. Yazıp koydum. Öyünün internetine yeni çatak varken şoňa ben hazır üzemdeki kol telefonunun internetten faydalanyp İnşallah faturası çıksa ötemiz. Günler ötüp gitýärdi. Şoňa ben muşunu baldurak bir sizlerge yetkizip onundan meninki bu iman insanın bəxti degan bu Mustafa İslamoğlu ustaz tercüme yazgan Bahadur Karakallı kardeşimiz tercüme kılan bir kitap var. Şu kitapka tutuşqanmaqçı onunma ayıga kep qalgan qadirli qarindoshlar. Şoňa planlagan işlerini çokum qilishimiz gerek. İnşallah Allah'ınki bergen kudretleri sayesinde inşallah bu işlerimi qılıp olamiz. Bugün hem de 8. süpet merkezleştiriş. Onun kim bolsa mertlik sizdeki şan bunu ben uçurup atayım avazını avazla bizden vaktimizde almışsın. 8. merkezleştirişken 9. mertlik yani sizdeki şam yeni bir şamni yan durganda özüge hiç kandak ziyan bolmaydı diyen mezmunken 8. ya 9. mertlik. 10. icatçılık. Onun siz öyünün sırtığı çıkalmaysız depti. Onun canım dostlar anlaş 11. süpet anlaşken özünüzün kişilerinin kalbi bilen tutaştırış üçün kolunuzni işletin. Kolunuzni işletin depti. Onun yüksek kızgınlık. Yüksek kızgınlık. Onun canım dostlarım nimi ba diyen çağda 13. icabi pozisiye. Bir işini kılalaydıganlığınızga işensiniz, onu çokum kılalaysınız diyen mezmunken vaktimiz inşallah yetip kala 14. mesele hal kılış meselelerinin mesele bulup turuşuğa yol koyman diyen süpetken canım dostlar. Demek ki biz bugün inşallah 14. süpetke kilip toxtusak boğdek Allah imkan yer bəyine kadar. Anda olsa 8. sınıf başlayalım. Yani fokus, merkezleştiriş diyen mezmunken yani her bir liderde çokum boluşuk deyiştik 21 süpetninki kaçıncısı 8. Bunun aldığı iki dersi oldu qarindoshlar. Bu 3. dersimiz. Erkensiz hakimizdeki tedbir neşriyat tarafından neşr kılıngan bunun okşaş kitaptan 6'sı yeni bir tane çoğun A4 kağızda neticelik Uygurlar dep 51-52 Uygurlu oluşturan bir kitap. Şunda kılıp 7 tane kitabı tedbir neşriyat tarafından İstanbul'da neşr kılındı.
Bu kitaplardan hemmisinin pulunu Erkezlik akimiz ve başkalar bulapma şu 6. kısım kitap neticelik Uygurlarda 50 Uygur'un hemmisiga çakırık kıldık. Onun içinde 30 netçi Uygur şu pulunu $120 etrafında pulunu çıkardı. Biz o kitabını besip taqattık kadarlı qarindaşlar. Özdirgimi 6 taldan ivetip berdik her bir Uygurga, neticelik Uygurga. Onundan başka 5 kitabı, 6 kitabı, şu kolamdaki okşaş kitap. Bu kolamdakisi ikinci kısmı. Kişilik tarikat hakkındaki yazmalar ikinci kısım. Gayini riyallıkla aylandırışının sırlı kanuniyeti diyen kitap canım dostlar. Onundan başka yeni 7 kısım Tor kitap deb neşr kıldırışqa biraz hem besilip qalsa yaxşı olmaydı ekan. Onun üstüge belki çıkımda bolup ketkidekmiz. Bizge mo besim bolup qalmaсын deb Erkezlik akimiz o kitaplarını bastırmadı. Lekin biz onu dijital baskı deb koydu Türkçe'de. Yani Uygurca raqamlik basma deb tercüme qilib qo'ydik. Şunun da besip taqtıvatımız. O 7 kısım kitap canım dostlar haberinde bolup qalsın. Ana olsa biz şu ikinci kısım kitabıdan başlık eteyli kelgen yerimizden. Merkezleştiriş 8. xislet. İki toşqanını ten qoğulasınız, her ikisini kaçırıp koyusiz. İş ünümü yuqori liderler mundaq iki iqtidarga ega buludu. Qiladigan ishlarni muhimlik darajasiga ayirish ve güçünü merkezleştirish. Qiladigan ishlarining muhimlik darajasini biladigan, ammo kuchini yig'olmaydigan lider qaysi ishlarni qilishi kerakligini biladi. Ammo o ishlarni mangu tamomlayolmaydi. Kuchini yig'olaydigan, ammo ishlarni muhimlik darajasiga ayirmaydigan lider bo'lsa, ish qilishga ishlarni muhimlik darajasiga ayirmaydigan lider bo'lsa, ish qilishga qodir, ammo ishida yuksalish hosil qilolmaydigan keladi. Kuchini yig'olaydigan, ammo ishlarni muhimlik darajasiga ayirolmaydigan lider bo'lsa, ish qilishga qodir, ammo ishida yuksalish hosil qilolmaydigan keladi deydi. Bazı liderler barlıq gücünü kichik ishlarga qaratib oladi. Andaqda qanday qilganda vaqt bilan kuchni bir ishga yaxshi yiqilib bo'ladi. Bu ishda tuvandagi takliflardan foydalaning. Birinci 70% vaqtingiz bilan kuchingizni o'zingizning ortiqchiligiga merkezleştirin. Özünün yoshurun kuchidan to'liq foydalana ish unumi yuqori liderler vaqtning ko'p qismini yaxshi qila olmaydigan ishlarga emas, yaxshi qila oladigan ishlarga sarf qiladi. Muvaffaqiyatli lider bo'lish uchun vaqtingiz bilan kuchingizni o'zingizning ortiqchiligiga merkezleştirib, ularni texmo taraqqiy qildiring. İkinci, 25% vaqtingiz bilan kuchingizni yangi narsalarni o'rganishga sarf qiling. Taraqqiy qilish o'zgarish bilan barobar. Agar siz bir jihatdan yaxshilanishni istaydigansiz, to'xtamay o'zgarishingiz va ilgilishingiz kerak. Bu deganlik yangi sohalarga qadam tashlash deganlikdir. Agar siz o'zingizning ortiqchiligi doirasiga bir yangi sohaga maxsus vaqt chiqardikansiz, siz o'zingizning liderligini o'stira olasiz. Esinizde bolsun ki, eğer siz liderlik sahasideki hemme narsani öğrenip boldum deb o'ylaydikansiz, o sizning tugashganingizdan direkt biridir. Üçüncü, 5% vaqtingiz bilan kuchingizni o'zingiz ojiz sohalarga sarf qiling. O'zi ojiz bo'lgan ishlar bilan shug'ullanishdan hech kim xoli bo'lolmaydi. Bu yerdeki muhim mesele onda qilishni imkoniyatning berish azaytish bo'lib, bu ishni liderler o'zi yaxshi qila olmaydigan ishlarni yaxshi qila oladigan kishilarga o'tkazib berish yoki ularga vazifa qilib berish orqali amalga oshirdi.
Maqalını oqumuş kelgende, agar siz o'qib bakmagan bolsanız, mening ömürlük kesibni qandaq tanlash kerak bilan ortiqchilik, ojizlik, fursat va tahdid degan maqolamni bir qatimdan o'qib beqishingizni tashabbus qilaman. Ularning to'r adreslari mushu maqolaning oxirida bor. 9-si qadrli qarindoshlar, mardlik. Sizdagi sham yana bir shamni yondirganda o'ziga hech qanday ziyon bo'lmaydi. Qadrli qarindoshlarim, hech qanday bir kishi boshqalardan olgan bir narsa uchun shon sharaf qozongan emas. O faqat boshqalarga berganlari uchun shuhrat bilan mukofotlangan. Kelvin Coolidge, sobiq Amerika prezidenti, buni yuqori gapni debdikim. Hech qanday bir kishi boshqalardan olgan bir narsa uchun shon sharaf qozongan emas, o faqat boshqalarga berganlik uchun shuhrat bilan mukofotlangan. Başqalarga nisbeten aytganda bir liderning mardligidan ustun turadigan ovoz yoki uningdan ustun turadigan yaxshi xizmat yo'q. Haqiqiy mardlik qisman vaqtlarda ko'rilib qoladigan ish emas. O yurakning cho'nqir qetidan kelib, bir liderning turmushining hamma jihatlariga singgan bo'ladi. Bir liderning mardligi uning vaqti, puli, talantlari va mol-mulki qatorliqlarning hammasida ifodalanadi. Boshqalar ergishishni xohlaydigan unumli liderlar narsalarni o'zlari uchun to'plamaydi. Ular narsalarni boshqalarga berish uchun to'playdi. Qadrli qarindoshlar, o'zingizni mardlikni yetildirish uchun tuvandagi ishlarni qiling. Birinchi, o'zingizda bor narsalar uchun minnatdor bo'ling. Bir odam o'zida bor bo'lgan narsalarga qanoatlanmaydigan vaqtda uning boshqalarga mardlik qilishi nihoyatda tez. Mardlik rozimanlikdan keladigan bo'lib, o hergizmi ko'proq narsani qo'lga keltirish maqsadida vujudga kelmaydi. Agar siz azroq narsalarga rozi bo'lmasangiz, ko'p narsalarga rozi bo'lmaysiz. Agar siz azroq narsalar bilan mardlik qilolmaydi ekansiz, boy bo'lgan taqdirdami bir damdala o'zgarib qolmaysiz. Ikkinchi, boshqalarni birinchi o'ringa qo'ying. O'zingizni shir chaqlasangiz, nima? O'zingizni nima chaqlasangiz, boshqani shir chaqla deydi-ku. O'zingni yo'lbos chaqlasang, boshqalarni shir chaqla. Bir liderning o'lchimi uningga qancha odam xizmat qiladiganlik emas, o qancha odamga xizmat qiladiganligidir. Mardlik boshqalarni birinchi o'ringa qo'yishni talab qiladi. Agar siz shunda qila olsangiz, boshqalarga berish ko'p osonga to'xtaydi. Uchinchi, ko'pga erishish istikining sizni kontrol qilib olishiga yo'l qo'ymang. Yani takasur kriziga kirmang demekçi. Hazır köprek narsaga erish istikiga qul bo'lib kelayotgan kishilarning soni bag'an siri ko'payib mengayotidir. Yozuvchi Richard Foster mundaq deydi: Boylikqa erishish hozir bizning madaniyatimiz kishilarning butun vujudini qoplab oladigan bir narsaga aylanib qoldi. Agar biz boylikqa erishsak, onu kontrol qılalaydigandek his qilamiz. Agar biz onu kontrol qilalasak, o bizga texmi ko'p shodlik elib keladigandek his qilamiz. Amaliyotda o bir xato tushuncha. Agar siz o'z qalbingizni o'zingiz kontrol qilmoqchi bo'ladi ekansiz, boylik yoki mol-mulkning sizni kontrol qilib olishiga hargiz yo'l bermang. Dördüncü, pulga fakat bir baylık mənbəsi sübütüdüla muamele kılın. Bireylen pulun ışığı kəlgəndə hergiz utqulu olmaydıqanlıqını eytqan iken. Eğer siz küçünüzünü pul tepişqin mərkəzləştürsünüz, siz materyalistik adam bopqalısınız. Eğer siz pul tepişqi urunup
pul tapalmısınız, siz bir yenilgücü bulup kalırsınız. Eğer siz nurgun pul tapsınız hem de onu saklısınız, siz bir pıksık adam bulup kalırsınız. Eğer siz pul tepip onu heclemezsiniz, pulunu kalaymakan hecleydigan adam bulup kalırsınız. Eğer siz pul tepişke hiç kandak köngül koymuşsunuz, siz bir iradesiz adam bulup kalırsınız. Eğer siz nurgun pul tepip onu ölgüçe heclemeyi saklısınız, siz pulunuzni gorga üzünüz bilen billa elip ketmekçi bolgan bir hamakat bulursiz. Pulning ishida qutib chiqishning birdan bir yo'li onu bak ching tutib olmaslik hamda uning ahamiyatli ishlarga ishlatish jihatda mardlik qilish. Stanley Jones mundaq degan: pul bir nayt isil xizmatchi, ammo o bir qo'rqinchli xo'jayin. Agar u ustunlikka chiqib, siz uning ostiga tushib qoladi ekansiz, siz uning quli bo'lib qolasiz. 5. Başqalarga birish odatini yetildiring. Men g'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati degan maqolamni tonishtirgan Andrew Carnegie bundaq deb yozgan: bir boyning hayoti ikki davrni o'z ichiga olish kerak. Onun biri boylikni qo'lga keltirish davri, yana biri bo'lsa uni qayta taqsim qilish davri. Bir mardlik holatini saqlashning birdan bir usuli boshqalarga vaqt, zihin, pul ve baylık mənbəsini birishni özünün bir adeti qilish. Eğer siz bexillik, yani nefsi yamanlıqqa qul bo'ladigansiz, boshqalarga liderlik qilolmaysiz. Qadrli qarindoshlar. 10-si ijodchanlik. Siz uyning sirtiga chiqolmaysiz. Yani initiative, o deyme, oğluşum. Bu söz İngilizce initiative'de yazılgan bulup, o yolgun doğutuda teşebbüskarlık, icabilik, aktiflik, icatkarlık, ruhi icatçılık deb düşündürülgen. Bırak, menimce yukarı sözlerinin hiç qaysı İngilizce sözünün hakiki ma'nisini ifadelep berelmeydigan bulup, o sözün asli ma'nisi hiç kim oylap bakmagan bir yeni işini oylap çıkış, bir yeni işini başlap biriş, bir yeni tedbir yoki bir işini elip berishning yeni yolunu o'ttirga qo'yish iqtidori deganga yaqin bo'ladi. Yaqin keladi. Yani bu söz İngilizcedeki creative, yani Uyg'urchadagi yeni narsani ijod qilish va yeni narsani kashf qilishga qaratilgan ijodkorlik, ruhi ijodchanlik bilan tüptün o'xshamaydi. Shundoq bo'lsa-mu men boshqa bir oddiy so'z topolmay bu sifat uchun yanala ijodchanlik degan so'zni ishlatishga majburi bo'ldim. Liderlarning o'zi bilan ayyash kuchlarni o'zaro bog'lab turadigan bir munosabatni boshlab berish initiative majburiyati bor. Biroq liderlar ijodkorlik ruhini namoyon qilishga tegishli soha yalg'iz yuqoriqilarla emas. Ular har vaqt yangi fursatlarni izlab turishi va yangi ish harakat qo'llanishga tayyor turishi kerak. Bir liderning ishlarni vujudga chiqara olish uchun zarur bo'lgan sifatlardan mundaq to'rti bor. Uning birinchisi, ular o'zlari nimani istaydiganligini biladi. Bir ishni qaror qila olmaydigan bir odamning ish qilishda unumli bo'la olishi uchun unumli bo'la olishi mumkin emas. Xuddi Napolyon Hillning aytganidek, hamma muvaffaqiyatlarning boshlanish nuqtasi istakdan iborat. Agar siz bir unumli lider bo'lishni istasangiz, cho'qim o'zingizning nimani istaydiganligingizni bilishingiz kerak. Yangi fursatlarni uchratganda ularni bayqay oladigan bo'lishning birdan bir usuli ana shu. Ikkinchi, ular o'zlarini amaliy ish harakat qo'llanishga majburlaydi. Yangilik yaratuvchilar, initiators, boshqalarning o'zlarini maqsadlantirib yoki qo'zg'ab qo'yishini kutib turmaydi. Ular o'zlarining rahat rayonining sirtiga chiqib,
özlerini əmeli iş görüşkə məcburlaş, özlerinin məsul etkənligini bilidu. Hem de onu özleri üçün bir adet kılıdı. Şunlaşqa sabiq Amerika prezidenti Roosevelt mındaq diyen, men üçün tüvendiki bir işten başka aqılane yoki hemmedin üstün turduğan iş bulması mümkün. Men özüm qilishga tegishli ishlar deb o'ylagan ishlarni qilaman. Hamda bir ishni qilish to'g'riliq bir qarorga kelgan hamon amaliy ishni boshlayman. Uchinchi, ular boshqalardan ko'proq tavakkulchilik qiladi. Qadrli qarindoshlar, bir liderda ishni yaxshi qilish uchun bo'lishga tegishli 4 xil xarakterni o'qiyapmiz. Ular başqalarının köprək təvəkkülçülük qılıdı. Liderlər özlərinin nimini istəydiğanlığını bilgən həm də özlərinin əmin əkə konuşqa məcburluğun təqdirdimi, ular yana bir tosaqqa duş keladi. O bolsunmu təvəkkülçülük qilish razılıqıdan ibarət. Biroq yaxşı liderlər təvəkkülçülük qilishqa razı bo'ladigan sabablarning yana birisi ularning yangilikni boshlamaganda to'laydigan bedelni to'nib yetganligidir. Yenilikni başlamay turup, onun tölündüğün bedelini oylayan kişilerdir deydi. Amerika'nın sabiq prezidenti John Kennedy mundaqtab keskin aytgan. Her bir ameli iş hareketinin tevekkülçülüki ve töleydiğin bedeli buludu. Biroq, rahatlık içigi yüşürülmelip, ameli iş hareket kullanmasının uzun müddetlik tevekkülçülüki ve çıkım bilen seliştirganda, ameli iş kılganının xətiri bilen çıkımı köp az buludu. Kadirli qarindoshlar. Ya Vaspi hocam uyumadın mı henüz ya? Şimdi bu liderlerde olması gereken 21 karakteri onun okumasını yapıyordum. Şimdi ben 10. karakterinin üzerinde okuyorum abicim. Yani icatçılık, inovasyon. Dördüncü, ular başkalarının köprək hatalık ötküzüdü. Yenilik yaratqıçılarının yaxşı tərəfi, ular işlerini vücudqa çıxıra alaydı. Ularının yaman tərəfi olsa, ular nəhayət köp hatalık ötküzüdü. IBM şirketinin kurgucusu Watson bu noktanı tonib yetib, mundaq degan edi. Muvaffaqiyetlik bo'lishning usuli mag'lub bo'lish qitim sonini bir hassa o'stirishdan iborat. Gerçi yenilik yaratadigan liderlar boshqalarning ko'proq mag'lubiyatga uchrasimi, ular buning o'zlariga daxl qilishiga yo'l qo'ymaydi. Agar siz bir lider bo'lish sifatingiz bilan cho'ng ishlarni vujudga chiqarmoqchi bo'ldi ekansiz, yenilik boshlab berish va siz boshlagan yo'lning eng oldida özünüz menip berishni xohlaydigan bo'lishingiz kerak debdi qadrli qarindoshlar. Endi 11. süpti bir liderde çoxum buluş tügüştük 21 süpetinin aran 11'siga keldik. 10 mezmun tügedeceğim dostlarım. Anlaş özünüzni kişilerin kalbi bilen tutaştırış üçün kuluğunuzni işletin. Neçə minut oldu, ben bir qara bakay canım dostlarım. 23 minut okudumuz kitabını. Hem de yeni bir qancha mezmun qilib qaldı. Şunu birlikte ögünüp ütümüz canım dostlar. Yani anlaş. Özünüzün kişilerinin kalbi bilen tutaştırış üçün kuluğunuzni işletin debdi. Liderler kişilerinin yardımını kolga keltirishdan burun ularning yurikiga ta'sir ko'rsatdi. Mana bu munosabat qonuniyatidir. Biroq bir lider boshqa bir odamning yurikiga ta'sir ko'rsatishdan burun onun yurikida nima borligini bilish kerak. Onun yurikidagini onun gapiga quloq solish orqali bilib olg'ili bo'ladi. Başqalarının sözüge kulak selişini xalamaslik načar liderlerde köp uçuraydı. Amerika başquruş ilminin atısı deb atalgan Peter Drucker'nin qarışça başquruşdaki hemme meselelerinin 60%'i
noto'g'ri munosabat yoki aloqalashishdan kelib chiqqan. Noto'g'ri aloqalashishning ko'pinchisi bo'lsa, boshqalarning gapiga quloq solmaslikdan kelib chiqqan. Quloqni yupurib olibla o'tib ketishdan deydi. Birinchi, sizning ergash kuchlaringiz boshqalar ergashishni xohlaydigan, ya'ni boshqalarning so'ziga quloq solishning ikki maqsadi bor. Biri kishilar bilan munosabat o'rnatish, yana biri bo'lsa o'rganish. Shunlashqa siz tuvandagi kishilarning so'ziga quloq solishingiz kerak. Birinchi, sizning ergash kuchlaringiz. Boshqalar ergashishni xohlaydigan yaxshi liderlar ergash kuchlar bilan birga bo'lganda qiladigan ishi yolg'iz biror ishni hal qilish bilan cheklanib qolmaydi. Ular har bir odamning qanday odam ekanligini tushunib olishga maxsus vaqt ajratadi. Nurg'un kishilar o'zlarining so'ziga quloq soladigan liderlarni o'z talablarini o'rindab beradigan, ammo gapiga quloq solmaydigan liderlardan yaxshiroq ko'rdi. Agar sizda faqat paketlar quloq solib, sizga osh paketlarni yetkazayotgan kishining boshqa so'zlarga quloq solmaydigan odat bo'lsa, uni o'zgartib, boshqalarning so'ziga haqiqiy turda quloq soling. Ikkinchi, sizning xaridorlaringiz. Ba'zi liderlar o'z idishi bilan bo'lib ketib, xaridorlarning endishisi, noroziligi va takliflarini anglamaydi. Microsoft şirketining lideri Bill Gates bundoq deydi: "Norozi bo'lgan xaridorlar har vaqt bir masala. Shundaqla ular sizning eng cho'ng fursatingiz. Ular liderlar o'zi xizmat qilayotgan kishilar bilan yaqin munosabat saqlashni o'zlarining eng muhim ishlarining biri qiladi." Üçüncü, sizning raqobatchilaringiz. Bir lider bir tashkilotni o'zining raqobatchisi hisoblaganda, o bütün diqqatini o'z tashkilotiga qaratib, o'zining ishini eng yuqori pallaga ko'tarish uchun tirishib, boshqa guruhlardan o'rganishni unutib qoladi. Amerikadagi dunyoga mashhur televizor va radio boshqaruvchisi Larry King bundoq deydi: "Men har kuni atigini o'z-o'zimga bunularni eslatib o'taman. Bugun deydigan gaplarim menga hech qanday yangi narsa o'rgatmaydi. Şunu ben yeni narsa öğrenmekçi buldukken ben çoğum başkalarının gibini anlaşım gerek. Bir lider buluş süpütünüz bilen siz üzünüz kıladığın işini başkalarının neme iş kılıvatkanına karab talısınız bulmaydı. Bırak siz başkalarının gibine kulak selip imkan kadar köp nesillerini öğünümelip şu arkalık üzünüzünü tehmo yükseldirişiniz gerek. Başqalarının məsləhətini tinşa, üzənginin bilgini qıl deyilən Uyğur maqal təmsilim bah, qədirli qardaşlar. Dördüncü, sizin yetəkligücünüz, mentor. Amerikadakı nurg'un idora organlarida shu yerda ishlaydigan xodimlar öz duruşunun bir yetəkligüç tallısı bo'ladigan mexanizm bor. Men ishlayotgan GPL da shundoq bo'lib, 2004-yili mushu idoraga yangi kelganda. Men boshqa bir guruhining Hamid ismli başlıqını özüm yetekçilikçi qilib tanladım. O kishi İranlıq bo'lib, bizning idorada ishlagili 25 yildak bo'lgan ekan. Dastlabki bir oy vaqt ichida men o kishidan bizning idoraning kasbiy xodimlar bilan boshqalarni o'stirish mexanizmining qanday ekanligi, ilmiy maqola e'lon qilish, yig'inlarga berish qatorliq bir qator ishlardagi belgimalarning nima ekanligini o'rgangan edim. Qısqası Amerikada yetekligüçi, mentor degan rol nahayt keng umumlashtirgan bo'lib, bundan hamma kishilarning xabari bor. O'ziga bir yetekligüchini lozim qilmaydigan darajada yetilib bo'lgan yoki tajribalik bo'lib ketgan lider bo'lmaydi. Agar sizning biror yetekligüchingiz bo'lmasa, siz darhol birini teping. Agar sizga ashundaq bir odam tepish imkoniyati bo'lmaydigan, undaqda bu jarayonni kitob o'qishdan boshlang. Bu yerdagi eng muhim masala qishingizda sizga yo'l ko'rsatadigan bir odam yoki bir qancha kitob bor bo'lishdir. 12. Sifat yüksek kızgınlık, passion.
Bu sifatning inglizcha atılışı passion bo'lib, yulg'un lug'atida uning ma'nosi qaynoq hissiyot, qizg'inlik, kuchli hissiyot, muhabbat deb tushuntirilgan debdi Erkin Sidiq akimiz kitobida. Mutaxassislar muvaffaqiyat qozongan kishilar ustida tadqiqot ilib borganda ularning unvoni, aqlligi, o'qish tarixi va boshqa omillarga nurg'un kuch ajratadi. Ammo muvaffaqiyatlik muvaffaqiyatli bo'lishda yuksak qizg'inlikning o'ynaydigan roli nihoyat zo'r bo'ladi. Agar siz o'z xizmatingizni so'ymaydi ekansiz yoki yaxshi ko'rmaydi ekansiz, uningda muvaffaqiyatlik bo'lolmaysiz. Odatdagi odamlarning nihoyat cho'ng muvaffaqiyatlarni qozonishida muhim rol o'ynaydigan narsalarning biri yuksak qizg'inlikdir. Bir liderning hayotida yuksak qizg'inlikning o'rnini oladigan boshqa bir narsa yo'q. Tuvandagisi har bir lider cho'qim bilishga tegishli 4 haqiqat chusdir. Birinchi, yuksak qizg'inlik muvaffaqiyat qozonishning birinchi qadami. Sizning istikingiz sizning taqdiringizni belgilaydi. Tuvandagi dohilarga qarab baksanız, ularning yuksak qizg'inligiga hayron qalasiz. Gandhining istikini kishilik huquq. Gandhining istigini kishilik huquq. Churchillning istigini erkinlik. Martin Luther Kingning istigini barobarlik. Bill Gatesning istigini bo'lsa texnologiya. Odatdagi hayotdan ustun turadigan hayotga ega bo'lgan kishilarning hammasida ulug' istaklar bo'lgan. Bu so'z hamma sohaga mos keladi. Ojiz istak faqat kichik natijalarni vujudga keltira oladi. Bu xuddi kichik o't ozroq issiqni vujudga keltiradigandak ish. Sizning o'tingiz qancha kuchli bo'ladi ekan, sizning istikingiz qancha kuchli bo'ladi ekan, siz qo'lga keltiradigan utuqlarmi shuncha ko'p bo'ladi. Ikkinchi, yuksak qizg'inlik sizning irodangizni o'stirdi. Aytishlarga asoslanganda qizg'inlik ancha yuqori emas bir yigit Grisilik faylasuf Sokratesning yeniga kelib, "Ulug' Sokrates, men qishingizga bilim olish uchun keldim" debdi. O faylasuf o yigitni dengiz bo'yiga apirib, suvning ichiga akirib, uni beshidan pastga besib, 30 kun suvning ichida saqlabdi. O yigitni qo'yib berib, o suvning ustiga chiqargandan keyin Sokrates o yigitdan "Hozir nimani istaysan?" deb so'rabdi. O yigit "Ulug' ustoz, men bilim istayman" deb javob berdi. Sokrates o yigitni suvga yana cho'ktirib, suvning ichida oldingi qatimdanmi uzunroq saqlabdi. Hamda heliqa savolni yana so'rabdi. Bu jarayonni bir qancha qatim takrorlagandan keyin faylasuf o yigitdan qaytalab "Sen hozir nima istaysan?" deb so'raganda, o yigit "Havo, men havo istayman" deb javob beribdi. Sokrates mundaq debdi: "Yaxshi, sen bilimga xuddi hozir havoga tashna bo'lgandek tashna bo'lsang, sen uningga cho'qim erishsin." Yuksak qizg'inlikning o'rnini ola oladigan boshqa bir narsa yo'q. O arzuning jeni. Agar siz bir narsaga nihoyat qattiq intildikansiz, siz onunla erishish uchun zarur bo'lgan irodani cho'qim topa olasiz. Ashundaq darajadagi bir istakka ega bo'lishning birdan bir yo'li o'zida yuksak qizg'inlikni yetildirishdir. Uchinchi, yuksak qizg'inlik sizni o'zgartiradi. Agar siz boshqalarning qanday tushunishi bo'yicha emas, o'zingizning yuksak qizg'inlik bo'yicha ish ko'rdikansiz, siz cho'qim o'zini bir ishga texmi atgan, nihoyat usulluq odam bo'lib chiqa olasiz. Bu sizning boshqalarga ta'sir ko'rsatish kuchingizni oshirdi. Eng oxirida sizning mijozingizga qaraganda sizning yuksak qizg'inligingiz texmi muhim rol o'ynaydi. To'rtinchi, yuksak qizg'inlik mumkin emas ishni bir mumkinchilikka aylantiradi.
İnsanlar şundaq yaratılgan ki, eğer bir narsa sizning bütün vücudunuzni qo'zg'atadigan, mumkinsizlik özlükten g'oyib bo'ladi. Yürüyüşünüzdeki bir parça ot, turmuşunuzdaki hamma ishlarni osonlashtirib. Şunlaşkı yüksek kızgınlıkka ega liderlerin iş önemi nahayeti yukarı buludu. Yüksek kızgınlık ega, bırak ancak köp iktidarga ega emas liderler nahayeti köp iktidarga ega. Bırak anca kızgınlık yok liderler qaraganda texmo köp tutuklarını yaratalaydı. Hem de ilave dep bir ilavani biripdi, qadrlik qarindoshlarım. Kitaptaki mezkur kısmının 5'ida Abdur ünümlük liderlerinin hayatını xulosalab, ularning bir muhim qelipaga tushmaydiganligini o'tirib qo'ygan. Hem de İngilizce Companies 500 deb atiladigan dunyodagi eng cho'ng 500 şirketlerinin liderlerinin tengdin tolisi ali mektep baklavurluk o'qishida o'ttir hal, yani C. Elip okuganlıqını 70% artıq Amerika prezidentinin sinipideki tüvenki yerim balalar qatarida okuganlıqını hem de 50%'den köprek milyonlar karxançılarının ali mektebini toluq tügütüp okumaganlıqını misal qilib tushundirgan. Onun bu yerdeki demekçi boğunu bir adamның o'qishi bek yaxshi bo'lib ketmasimi? Eğer bir ishga nisbatan nahayeti yuqori derece qizg'inlikli bo'ladi ekan, hem de aşı ishning vujudga chiqarish yo'lida tegishli bedelni to'laydi ekan, o adamның muvaffaqiyat qozonishi yanada butunlay mumkin ekanligidir. Men ikki balamning maktablardagi har xil yig'inlarga borganda mektep amaldorlari ve o'qituvchilarning sinfda egilgan bilim kengki, hatta lazım bo'ladigan bilimlarning faqat yarimiga barobar keldiganligi. Qolgan yarim bilimlarni bo'lsa o'qishdan sirtqi har xil ijtimoiy faoliyatlarga qatnashish orqali egallashga to'g'ri keldiganligi hamda aytganlarini ko'p qatim angladim. Amerikada odamlar uchun bar bo'lgan fursatlar nahayat ko'p bo'lib, hamma odamlar shu fursatga oldidimi barobar. Amerikada odamlar uchun bar bo'lgan fursatlar nahayat ko'p bo'lib, hamma odamlar shu fursatlar oldidimi barobar. Shundaqla har bir yosh uchun darsxonaning sirtidimi jonga nahayat esqatilgan bilimlarga erishish imkoniyatimi xeyli to'liq bor. Biroq bunda ahvol boshqa davlatlarning hammasida yo'q. Bar bo'lgan taqdirdimi Amerikadagi bilan o'xshash darajada emas. Shunlashqa Amerika dunyoda fursatlar makoni deb atiladi. Jungu ve Uygur diyarındaki Uygurlar üçün ahvalının qandaq ekanligini bu yaratilib elib o'tirishning hojati yo'q. Men, yani Erkin Sıdık akimiz 1970-yilları bütün jungu bo'yicha ziyodilar kurash qilayotgan, bilimning keragi yo'q degan safsata ham yerini qaplab ketgan bir davrda. O'ttir maktabda o'qigan, ayni vaqtdagi bütün jamiyatni qaplagan cho'ng iqimga qarshi yo'l tutib, bilim cho'qim az qatudu deganni o'zim uchun bir aqida qilib tanlagan hamda qattiq tirishib bilim egallagan edim. Men vatandagi yoshlarning hozirmi ashundoq bir aqida bilan yashashini umid qilaman. Maktabda yaxshi o'qiyolmaganlarning ishidimmo cho'ng ishlarni qilalaydigan odamlar chiqadi. Lekin cho'ng ishlarni qilish uchun maktabda nachar o'qish shart emas. Onun aksicha yaxshi o'qiganlar uchun muvaffaqiyatli bo'lish fursati nachar o'qiganlarniki qaraganda selishtirib bo'lmaydigan darajada ko'proq bo'ladi. Ko'p bo'ladi. 13. ijobiy pozitsiya. Bir ishni qilaydiganligingizga ishonsangız, onu cho'qim qila olasiz degan gapga qadrli qarindoshlar. Yani ijobiy pozitsiyani tamamlab etib, bugungi o'rganishimizni mishada tugataylik. İjobiy pozitsiya bir ishni qilaydiganligiga ishonsangiz, onu cho'qim qila olasiz degan pozitsiya ekan. Adetden taşqari aql ve talantning 99% ta'din
qalğan 1% bolsa ilhamdan keladi. Biz qolumuzdan kelgan işlarning hammasini qilgan bolsak, haqiqatan öz özümüzni hayron qoldıra olamiz. Agar öz hayotida mag'lubiyatga uchragan kishilarning nurg'unlari qilayotgan ishlaridan voz kechganda özlerining muvaffaqiyatga qanchalik oz qolganligini his qilolmagan kishilardir. Yuqorqilar qadrli qarindoshlar, Erkinsizlik akimizning 2-chi kitobi, Erkinsizlik yazmalari, 2-chi kitob turmushning 2-chi kitob g'oyani reallik aylantirishning sirli qonuniyati degan kitobdan birlikda bir liderda cho'qim bo'lish tegishli 21 sifatninki 13-chi sifatini sizlar bilan birlikda o'rganyapmiz, janob do'stlar. Yani ijobiy pozitsiya. To'g'rilik, öz hayotida mag'lubiyatga uchragan kishilar nurg'unlari qilayotgan ishlaridan voz kechganda o'zlarining muvaffaqiyatga qanchalik oz qolganligini his qilolmagan kishilardir. Yuqorqilar hamma o'qirmanlarga tanishib bo'lgan dunyoga dangli kashfiyotchi Thomas Edisonning degan gaplari. O uda 65 yılın her biride kem degende birden yenilikni keşif qilgan bo'lib, öz ömrüde 1093 xil narsani keşif qilgan. Onun muvaffaqiyatni mujtahid degan narsalardan ter ve ilhamdan başqa yana ijobiy pozitsiyasi bor. O elektr lampochkani ijod qilganda 10 mingdan ortiq materialni sinab qilib, andan bir muvafiq materialni topgan bo'lsa-mu, hergizmo shuncha ko'p qatim mag'lub bo'ldim deb hisoblamagan. Edison yasagan 14 binalik tajribaxona dunyoga mashhur bo'lib, o ularni kashfiyot zavodi deb atagan. 1914-yili Edison hammadan bek qadrlaydigan bu tajribaxonaga o't ketganda, o kuyayotgan o'tga qarab turgan. Hamda balalar, darhol apanglarni chaqiringlar, ular bundaq o'tni buningdan keyin ikkinchi ko'rolmaydi degan. Ko'pincha odamlar bundaq hodisa yo'liqqanda tugishib ketgan bo'ladi. Biroq Edison undaq qilmagan. Edison yuqorqi voqeadan keyin men 67 yoshga kirdim, biroq men ishni yangidan boshlasam bo'lmaydigan darajada qiyinmi emas. Men hozirgacha buningga o'xshash ishlarni o'z beshimdan nurg'un qatim o'tkazib boqqan degan. O 84 yoshga kirganda vafot bo'lgan. Men o'qirmanlarga mazkur maqolani o'qib mushaga kelganda o'zim tayyorlagan yaxshi mag'lub bo'lish uchun qanday qilish kerak degan nutq tekstini bir qatim o'qib beqishni tashabbus qilaman. Agar Edison ashundaq bir ijobiy pozitsiyalik odam bo'lmagan bo'lsa, o yuqorqidek muvaffaqiyatga erishilmagan bo'lardi. Agar siz öz ömrüde naide zor muvaffaqiyatga erishgan kishilarning hayotiga qarab baqadigan bo'lsangiz, ularning hammasining turmushiga nisbatan naide ijobiy pozitsiyada bo'lganligini bayqaysiz. Qadrli qarindoshlar, agar siz bir unumli lider bo'lishni istaydigansiz, sizda ijobiy pozitsiya bo'lishi shart. O yalg'iz sizning bir inson bo'lish sifatingiz bilan bo'lgan ishlarga qanoat hosil qilish darajangizni belgilab qolmay, ya'ni agar siz bir unumli lider bo'lishni istaydigansiz, sizda ijobiy pozitsiya bo'lishi shartdir. O yalg'iz sizning bir inson bo'lish sifatingiz bilan bo'lgan ishlarga qanoat hosil qilish darajangizni belgilab qolmay, yana boshqalarning siz bilan qaysi tariqada munosabat ilib berishiga ta'sir ko'rsatadi. İcada pozitsiya bo'lish jihatda tuvandagi ishlarni bilishingiz kerak. Birinchisi, sizning pozitsiyangiz bir xil tanlashdir. Ikkinchi, sizning pozitsiyangiz sizning ish harakatingizni belgilaydi. Uchinchi, sizning odamlaringiz sizning pozitsiyangizning aynikidir. To'rtinchi, bir yaxshi pozitsiyani saqlash bir yaxshi pozitsiyaga qaytadan erishishga qaraganda osonroq.
Yani bir yaxşı pozisiyonu tanlaş, bir yaxşı pozisiyona qaytadan erişishga qaraganda osonroq debdi. Eugene Peterson özünün Yer şari ve Çirkavının Mihrabi degan kitabida mundaq degan. Earth and the Altar debdi. İç ağrıtış insanlar üçün yaratilgan en alicina hissiyatlarının biri bulup, öz-özüge iç ağrıtış bolsa, en kabih hissiyatlarının biri buluşu mümkün. O bir iktidarsızlık ve adamni meyil qilib qo'ydigan kasallik bulup, bizning reallıqqa bo'lgan tushunchamizni ig'ir darajada burmilib o'tadi. Agar siz o'zingizda bir ijobiy pozitsiya hosil qilib bo'lgan bo'lsangiz, onu saqlab mening. Agar siz o'zingiz va boshqalarning yaxshilikqa erishishda qiynalib bo'lsangiz, hergiz ümidsizlenmem. Siz özünüzün pozisiyasını özünüz tanlaydigan bo'lg'achqa, yuqoridagi ahvolni o'zingiz o'zgartirlaysiz debdi jinim do'stlar. Özünüzün pozisiyasını yaxshilash uchun tuvandagi ishlarni qiling. Birinchi, o'zingizni to'g'ri uzuq bilan uzuqlantiring. Sizni ijobiy pozitsiyaga ega qilgan kitoblarni o'qing, ashunda kinolarni ko'ring va shunda lentalarni anglang. Her günü özünüzge bir nişan tiklep onu emelge aşırın. Sizni esirtip turduğun nerseleri. Mesela siz algan mukafatlarının guvanamesini timinizde esip koyun. Yani kaderli kırındaşlar 13. icabi pozisyada bulun deptim. Hem de 14. mesele hal kılış meselelerinin mesele olup duruşuna yol koymak. Yani bu mezmunlarımı kaderli kırındaşlar yani işki derslik mezmun bakken cenim dostlarım. Yani ben sizlerge hazır oku bir vatkını erkensilik yazmaları kişilik terakkiyat hakkındaki yazmalar diyen kolamdaki manu kitap bu tehdü çıkıp kaldı ya da mono kitaptın bir de ügünüp keldik, ügünüp attığımız bügen bununki şu 21 süpet var yani bir liderde buluşuq tegiştik şu 21 süpetninki bazı süpetler ügendik jinim dostlar. Yani özünüzün pozisyasını yaxşılaş üçün tüvendik işlerini kılınıbdı. Özünüzü toğru uzuklandırın, sizin icabi pozisiyaya yığılan kitaplarını okun, aşında kinolarını körün ve aşında lentalarını anlayın. Onun için her günü özünüzge bir nişan tiklep onu ömmelge aşırın. Sizin eslik durduğun derslerini, mesela siz algan mukafatların guvahnamesini temenize esip bulun. Digin okşaş gepler arkalık, işler arkalık pozisyonumuzni yaxshilab özümüz ilham berip turdikenmiz jenim dostlar. Anda olsa dersinin ahiri keldik ve mesele hal qilish degan 14. yani mevzuni inşallah 4. de tedbirga isim dersleri bugün 19. yani 20. de kalgan mezmunlarını sizler bilen birlikte ügünümüz. Belki çok ketkeşke biraz internetni yaxşı işlemeydiler. Üzümüzdeki bu kol telefondaki internetten faydalandık kadarlı kırındaşlar. Bu kitapni yine iki ders kısak bu 21 yani süpet bir liderde buluşuk tegeç 21 süpetni tüketken bunu dikenmez. Onu dinken inşallah iman insaniyetinin bəxti. Bəxt saadeti degan kitapni davamlaştırımız jenim dostlar. Andavas Allah'ın özü amanet olunlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İstanbul'dan, Zeytinburnu'ndaki üyemden Abdülaziz 5 doğru kırındışınla sizlerge bu kitabını paylaştı. Bu kitabını yazgan Erkin akamızga, setip algan, okugan barlık kırındaşlarga Allah'tan mükafat ecri tileymen. İnşallah sileme tilep koysanlar, mağamı biraz dua koysanlar, bu kitaplarını şunda okup sizlerden paylaşıdığım bu işini devamlı tekimi yaxşı süpette kılışımga bir dua koyanlar canım dostlarım. Duanın katsını kısanlar
qat'iy pissiqlik qilmasanglar deyman. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.